Shavkat Mirziyoyev yangi Toshkent shahrini barpo etish direksiyasiga tashrif buyurib, hududda amalga oshirilayotgan va istiqboldagi yirik qurilish loyihalari taqdimoti bilan tanishdi. Hozirga kelib dastlabki inshootlar mahobati ko'rina boshladi. Yakuniga yetayotgan 2025-yilda yangi shaharda olib borilayotgan qurilish maydonlari 3 million kvadrat metrga yetdi. Bir qancha turar joy massivlari qurilishi yakuniy bosqichga kirdi. Infratuzilma obyektlarida ishlar jadal bormoqda. Birinchi bosqichda 6000 gektar hududda qurilish ishlari bajarildi. Natijada 600 ming aholi uchun zamonaviy infratuzilma barpo etishi belgilangan. Loyiha yakunlangach esa yangi Toshkent 2 million nafar odam yashaydigan ulkan megapolisga aylanadi. Hududda 10 kilometrlik sohil bo'yi tashkil etildi. 1 million tup buta va ko'chatlar ekildi. Davlatimiz rahbari tomonidan shaharsozlikda yashil tamoyillar muhim o'rin tutishi lozimligi aytildi. Hududda 60 dan ortiq davlat idoralari uchun zamonaviy ma'muriy binolar quriladi. Investorlarning faolligi ham yuqori. Auksion orqali sotilgan 24 ta tijoriy lot bo'yicha 2 milliard dollarlik investitsiya shartnomalari imzolangan. Bu mablag'lar hisobidan mehmonxonalar, restoranlar, servis markazlari va o'ziga xos arxitekturaga ega zamonaviy binolar barpo etiladi. Ayni paytdagi qurilish jarayonining o'zida 10 ming nafar insonning bandligi ta'minlangan. Davlatimiz rahbari har bir tashabbusda ilm-fan yutuqlariga tayanish, loyihalarda mahalliy ruhni aks ettirish, eng asosiysi ular xalq manfaatiga xizmat qilishi lozimligi ta'kidlandi.